Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, podpisчиклар, jentlmenlar. Zo'r havo, ha? Ishdan yaxshimizmi? Sog'-salomat yuribmizmi? Shukr, zo'r. Nelar kelding bizani? Biz bugun tandirchiga keldik. O'zimizning Xiva qurug'imdan bir 5 kilometr yursak tandirchini Qarag'onda ham to'yxonasi bor. To'yxonada bir hovli joyimiz chiqdi, ikki etajli zo'r masjidda joylashgan. Kvadrati 207 kvadrat metrda joylashgan. Shu to'yxonamizdan chapa yo'l bor. Shu chapa yo'ldan kirib ketamiz. Bir 300-400 metr yursak, hovli joyimizga yetib boramiz. Maktabdan, bog'chadan, magazindan hech qanday problema yo'q. Yana yonboshimiz butun magazin. 300 ham yuriydi bu yerda, ha? 300 marshrut yuradi. Damazmi, avtobusmi, 4000 so'm bilan Dekkan bozordan keladi. Suhrab keldikmi obyektga? Ha, xudo xolasa obyektga keldik. Qancha ekan bu razmer? Bu tandirchidagi uyimiz 205 kvadratda joylashgan, общий yer maydoni. Joyimizning qurilish maydoni asti 147 kvadrat metr. Ko'cha fasadlariga keladigan bo'lsak, Rustam ozgina travertini aytib bersa, cho'tki 2 etajli joyimiz bo'ladi. Yana chap tomonda gaz o'chiruvchilarimiz joylashgan, o'ng tarafda svet o'chiruvchilarimiz joylashgan, balkonlarga hech kimga kinalib qo'yilmagan. Ikkinchi etajdan tuzilgan polni chiqib dursa bo'ladi. Zelenoy zona bor ekan, ha? Damda kichkinagina zelenoy zonachasi bor. Xolasa 2 mashina sig'adi. Sekretariyana savas teshkasi bo'lgan. Bir fazati bo'lmagan. Fazatini komishlar bilan kelishilgan holda essa bo'ladi unda. Asa ichi bilan tanishtirib o'tamiz, ha? Tanishtirib o'tsak, Rustam. Ketdik. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar. Hamma nasib qilsin shunday jalada yashab o'tirish. Ho, daloncha bu yer, ha? Ha, bu yer daloni. Laminat döşelgen, ha? Ama laminat döşelgen. Ne bir de avtomat счетчиктер, her bir xona отдельный. Her bir xonaniki отдельный. Razmeri necha berniki? Berni razmeriga qarab bo'lsa, Rustam 395. Hisob. Tushunarli. Oboylar ham urg'an bu yerda, ha? Oboylar urg'an. Mo'yshi. Daragilar lampochkalari qistirilgan. Потолоки натяжной. Yana bir uголок qo'yib yashaydi-da, ha? Bir uголок qo'ysa, yana trezor qo'yadigan mestalari bor, montaji bitgan, razvedkalari bor. Internet ham o'tgan ekan, ha? Wi-Fi, jipon. Interneti, Wi-Fi hammasi bor. Tak, necha xonalar bor yana bizada? Dalonimizdan to'g'riga kiradigan bo'lsak, bu yer spalniy, zal atsam. Yoki zal o'xshaydi-chi? Ha, men patologlarni ham ko'rsating. Натяжной tortilgan bu yer, ha? Hisob. Посветкалар bilan. Посветкалар bilan. Ha. Akoplasda qo'yilgan registrlar bor ekan. Registrlar qo'yilgan. Aynalar akvayna plastik. Baxtaman qarab tutishdi, ha? Bu xonamizning oynasi bog' tarafga qaragan. Ya do'stlar. Necha ekan buning razmeri? Bu yerning razmeri 5'e 390. Bo'ladi. Eshiklarga e'tibor berdim men. Zakazning eshiklar ekan bu yer. Zakazning eshikdan qo'yilgan. Ey. Qimmat qilar. Prosto eshikdan emas. Hisob. Biz zali dam qildiramiz. Bu yana keladigan bo'lsak, bu yerimiz kuxni. Aha. Bu joyimizning hamma narsasi ketadi, pustoy holida topshiriladi, sotiladi. Bu yerimizning ham kuxnini, patologi plita bilan bostirilgan. Plita bilan bostirilgan. Eshiklarimiz shu taqta eshikdan zamonaviy. Shpoqlovkadan chiqqan ekan, ha? Shpoqlovkadan chiqqan, oynalarimiz bog' tarafga qarab turibdi bu yerniki. Hisob. Bedayna reyestrlari bor. Ya do'stlar, bog'im yomon emas, katta razmerda. Daraxtdagi bir shay ham beri. Bog'da mo'llar ekan. To'q boqib turibdi ya, do'stlar. Qaratlarimiz ham bayna Efir, двухконтурный котел. Bu yerimizda Rustam'a atshada yo'q. Birinchi etaj polni 100% to'pli pol. To'pli pol bo'lgan bu yerda. Bu yer kuxnya emas. Bog'im taraf bizada sanuzel o'xshaydi, ha? Kuxniyadan chiqib o'nglaylansak, sanuzelimiz. Bu yerimiz yana Allohda deni, dushovoy. Patologlarimiz natijnoy. So'q suvlarimiz kelib turibdi. Hisob. Eshiklarimiz taqta eshikdan. Mana. Tayyor. Aristollarimiz bor. Bu yer tualet o'xshaydi, ha? Hojatxonasi. Yonboshidagi xona yana hojatxonasi, bu отдельный, ichida emas. Bu yer ham patologgacha kafe, patolog natijnoy. Tortilgan ekan, ha? Ha, so'q suvlari kelib turibdi. Hisob. Suvlar muammosi yo'q. Tak, keyingi xonamiz bizada. Bu yerda zalning boshida yana Zal yoki spalniy ber, ha? Ha, bu yer spalniy. Spalniyimizning oynasi yo'l tarafga qaragan. Aha. Oynalarimiz plastik akvariumlaridan. Setkalar qo'yilgan ekan, ha? Otaplenlarimiz o'tgan, registrlar bor. Bu yer ham shu oddiy fon bo'lgan, ozgina fon bersa
Razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 350 ga 5. Hisob bo'ladi. Pollari laminat bo'lgan bu yerning. Taxta eshiklari. Birinchi etajimizda bir dona zal, bir dona dalan, bir spalniyasi bor. Samozyollar bilan hojatxonasi dindan joylashgan, keyin kuxnyamiz bor. Общий xonasi 4 xona birinchi etajda. Endi ikkinchi etaj bilan tanishtiradigan bo'lsak, Ruslan'a ikkinchi etajga chiqarishda 2 dona svetnikimiz bor, pro degan. Zinalarimiz quyma beton. Hisob. Yani dostlar, Xudo xolasa yuqori chiqdik. 10 tarafda bizda spalnya o'xshidan. Spalnya. Razmeri necha ekan bu yerning bu xonani? Bu yerning razmeri Ruslan'a 385. Bu yerning patologi gipsokardon bo'lgan. Devorlari shpaklovkadan chiqib turibdi. Bir qator fon bersa bo'ldi patologini shpaklovka urib. Laminat. Tuk qo'yilgan, konditsioner uchun. Konditsioner uchun qo'yilgan. Aynalarimiz yana bu yerniki yo'l tarafga qaragan. Balkon ham bor ekan, ha? Ochib ekani? Hisob, ya. Ochib qo'yasan, toza havo kirib turaveradi ekan do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Qani do'stlar, davom qildiramiz. Ikkinchi qavatning birinchi xonasi bu. Chiqaverishda do'stlar, bizda do'rimizda ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz bu bizda zal bo'ladi. Taxlamin deb degan skladovka hisobida ishlatib turibdilar. Bu yerimiz hozir razmeri necha ekan bu? Bu yerning razmeri 5 ga 390 bo'ladi. Zalimiz. Shunday holatda. Bu yer bitta qarashga dedim. Bo'ladi. Fon bersa cho'q. Keyin xona o'tamiz. Uchinchi xonamiz. Bu yer ham spalnya xona. Bu yerimiz spalnya. Uchinchi xonamiz. Bu yerning patologlari gipsokardon bo'lgan, shpaklovka urib fon bersa cho'q bo'ladi. Ya bog'dan kesib o'tamiz ya do'stlar, shunday holatda. Bu bizda uchinchi xonamiz, ha? Bu samozyol ikkinchi etajniki отдельный. Bu yer ham shu просто suvdan chiqib turibdi. Suv turbalari kelgan. Cho'qib qo'yib tashlagan ekan, ha? Shunday holatda. Bu yerimiz samozyol bilan bu yerning ikkinchi etajning koridori to'pli pol bo'lgan. Bu yer ham qizadi qishni kuni. Oxirgi xonamiz. Oxirgi xonamizga keladigan bo'lsak, bu yerimiz spalnya, yoki zal. Zal ham bo'ladi, spalnya ham bo'ladi. Pasti bilan bir o'xshaydi razmerlar. Past bilan razmer 1. Bu yerning razmeriga keladigan bo'lsak, 5 ga 350. Ya do'stlar, shunday holatda zalimiz. Yomon emas, shpaklovkadan chiqqan beri. Fon yoki bu 5 kerak. Nima aboy ursa cho'tchi bo'ladi. Ishda qo'yilgan. Eshiklari taxta eshik. Bunda ikkinchi qavatda bizda 4 ta xonasi bor ekan, bir san uzyol. Shundaymi? 4 xona samozyollar bor. Taqlidon ishlari bor ekan do'stlar, g'irtonozlik. Razgina rasxod. Ozgina bir 50-60 so'm sursa, ikkinchi etaj ham tayyor. Yani do'stlar, bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Hovliga gap bo'lishi mumkin emas. Bashi 80-90% bitgan. Yuqorgi etajda ozgina taqlidon ishlari bor ekan do'stlar. To'g'rimi? To'g'ri. Dokumentlar taqmagan. Dokument tayyor. Tekshirdingmi? Oladigan odam bo'lsa, bemalol tekshirtirib, notariusning ichida pulini tashlashi mumkin. Svet, suv, bog'cha, maktab, marshruotdan hech narsa muammo yo'q. Eshikni oldidan chegaradi marshruot, 300 marshruot turimiz yuradi. Dekkan bozordan o'sha ko'chaning oldidan o'tadi 300 damozimiz. 4000 so'm bilan keladi. Turibdi, shuning uchun sotib olib qo'ydi. Avval 600 million deb chiqargan, hozirda arzonlashtirildi. 580 million deb turibdi, yana kelishiladigan yeri bor. Kimdir shu joyimizga aytgan bo'lsa, bemalol ekran ostidagi nomerlarga bog'lanib, gaplashib, savdolashib olasiz. Keyingi videoda shuncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Пока.